Braletni tikishni boshlaymiz. Tikmasimizdan oldin yaxshilab qanday обработкалар qilinishi kerakligi haqida o'ylab olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, biz primerkaga yig'ayotgan vaqtimizda choklarimizni hammasini to'g'ri chok bilan yoki zigzag bilan tikib oldik. Masalan, mana bu ikkita relyefni bir-biriga ulayotgan vaqtimda meni chokimning orqasida chokim ko'rinib turgandi. Shularni o'ylashim kerak bo'ladi. Qanday qilsam toza chok bilan yopaman. O'zi umuman braletlarni choklari ko'pincha lentichkalar bilan yopiladi. Yoki lentichkalar bilan yoki tunelniy lentalar bilan kiyimni assortimentiga qarab choklarimizni har xil обработкалар qilishimiz mumkin bo'ladi. Meni ham mana bu relyef choklarim toza bo'lishi uchun hozir men mana bu pastki relyefimga setka bichib oldim. Mana setka bichib oldim. Ya'ni 2 qavatdan iborat bo'lgan mana. Men ikkita detal setka bichib oldim. Mana. Setkam xuddi asosiy matoga o'xshab cho'ziluvchan. Mana. Bichib tayyorlab olaman. Xo'p, demak, biz tikishni oldi chashkalarimizdan boshlaymiz. Oldi chashkalarimizni tikishni esa mana bu detaldan boshlaymiz. Ya'ni oldi o'rta chashkadan boshlaymiz. Xo'p, nima qilamiz? Hozir sizlarga tushuntirib berishim kerak bo'ladigan bitta narsa bor. Masalan, biz bichish jarayonida ikkala detalimizni ham bir xil qilib bichib oldik. Yoki bo'lmasa, mana bu detalimiz bizda ozgina mana bu detalimizdan fiston hisobiga katta. Lekin endi hozir men buni обработка qilayotgan vaqtimda qanday обработка qilaman? Mana bu chetini, shu narsani o'ylab olishim kerak bo'ladi. Men mana bu chetini qo'yaman. Xuddi primerkadagidek qo'yib, ustidan, fistonning ustidan zigzag bilan обработка qilib olaman. Mana bu chokimda hech qanaqa rezinkalar ishtirok etmaydi. Faqat zigzag choki bilan ikkita detalimni mahkamlab olaman. Uning uchun nima qilishim kerak? Mana. Meni detallarim mana bunaqa ko'rinib turibdi. Mana ko'rinib turibdi. Mana. Mana bu pastki detalimda menda chok haqi bor. Demak, men mana bu chok haqini olib tashlashim kerak bo'ladi. Zigzag tikkanimdan so'ng mana bu pastki detalimni men ortiqchasini kesib olib tashlashim kerak bo'ladi. Lekin hozir men xuddi shundayligicha qo'yib tikadigan bo'lsam, kesishga qiynalaman. Chunki fistonimni chetidagi guli juda ham bunga yaqin oraliqqa. Shuning uchun men mana bu detalimni chok haqini olib tashlayman. Mana bu detalimdan chok haqini olib tashlayman. Bunda esa qoladi. Birinchi navbatda shuni to'g'rilab, detallarimni qo'l choki qilib bir-biriga birlashtirib olaman. Men mana pastki detalimni chok haqini kesib tozalab oldim. Boshqatdan mana qo'yib qo'lda choklab oldim. Endi men mana bu chokimni zigzag bilan обработка qilaman. Uning uchun gipyurni ustki tomonidan mana bu eng quyuq gulchalaridan zigzag bilan yurib chiqaman mashinkada. Fistonni mana bu gullari bor. Mana shu gullaridan yurishim kerak bo'ladi. Zigzag chokim bilinish kerak emas. Mana. Bitta joyda qotib qolmasligi uchun ipini chiqaramiz. Zigzagni maydaga qo'yamiz. Hamda sekingina endi boshlaymiz. Sekin astalik bilan mana guli bilan gulini ustidan yurib chiqamiz. To'xtab, chunki bizning fistonimiz gullari har xil. Tikkan zigzagilar pastiga astarini ham ushlash kerak bo'ladi.
bo'lganimizdan keyin mana shu tomonni qo'l chokini so'kib dazmollashimiz kerak bo'ladi. Lekin bizani gulchalarimiz har xil yo'l bo'lgani uchun hozir orqamizda mana bunday ko'rinish paydo bo'ladi. Mana. Men orqaga o'zini rangidan qo'ygandim. Mana ozgina zigzagimdan ustidagi qoram o'tgan. Mana shuni chetidan albatta yoki to'g'riligicha qoldirishimiz mumkin, yoki bo'lmasam buni biz kesib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana bu ko'rinish. Mana bu ko'rinishda kesib chiqishimiz kerak bo'ladi. Juda ham taqab yubormaymiz, lekin mana shu ko'rinishda kesib, ana undan keyin yengilgina dazmollab qo'yamiz. Kesamiz, so'ngra olamiz, yengilgina dazmollab qo'yamiz. Oldi detalimni mahkamlab bo'lganimdan so'ng endi relyeflarimni tiksam ham bo'ladi. Natijada bizda nima paydo bo'ldi? Mana bu ikkita detalni biz mahkamladik bir-biriga va bu bemalol cho'ziladi mana. Chunki biz zigzag choka bilan обработка qildik. Endi relyeflarimni tikaman. Primerka jarayoni uchun qanday tikkan bo'lsak, mana bulavkalarimizni qo'ygan bo'lsak, xuddi shunday belgilarimizni mana bu ko'rinishda bulavkalab olamiz avvaliga. Nima uchun? Chunki menda hali ikkinchi detal setkam bor. Birdaniga ikkala detalimni birga tikib olaman. Mana qo'yaman. Mahkamlab oldim mana. Endi mana bu ikkinchi detal setkam bilan mana buni men yopaman. Mana buni yopib olaman. Qo'yaman. Bulavkalab, qo'lda choklab olaman. Detallarimizni qo'lda choklab birlashtirib olganimizdan so'ng endi mashinkada 0,5 sm bizani chok haqimiz bor edi. Ana o'sha 0,5 sm qalinlikda zigzag choka bilan tikib tayyorlab olamiz. Mana zigzag choka bilan tikib tayyorlab oldim. Endi mana bu usti, mana bu bizada mana orqa tomon. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Hozir men ushlab ko'radigan bo'lsam, choklarim juda ham qalin bo'lib ketgan. Endi bu chokimni men tozalashim kerak bo'ladi. Olaman. Mana bu setkani orqa tomonini kesaman. Mana bu tomonidan kesib tozalab olaman. Qo'lchoqlarimizni kesamiz. Mana buni kesib tozalab tashlayman. Juda ham taqab yubormaymiz. Eng asosiysi chokimiz qalin bo'lib qolish kerak emas. Choklarimizni yengillashtirib tozalab olganimizdan so'ng endi yengilgina relyeflarimizga dazmol beramiz. Birinchi bo'lib mana bu yon choklarini ulab olamiz. Ya'ni chashkamizga orqa poyesni usti tomonini, yuqorisini tikib olamiz yon choki bilan. Oldi poyesimizga esa orqa poyesimizni pastki tomonini tikib, yon choklarini обработка qilib tayyorlab olamiz. Yon choklarimizni mana birlashtirdik. Orasini ochib, mana dazmolladik. Hali qo'lchoqlarimiz turibdi. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa mana dazmollab oldik. Mana endi mana shunaqa tikkan paytingizda agar 0,2-0,3 sm chiqib qoladigan bo'lsa, marhamat tekislab to'g'rilab olishingiz mumkin bo'ladi. Endi mana bu hozir ko'rishingiz mumkin. Menda ham mana ozgina joylari chiqib qolgan. Pastlariga qaraymiz. Mana bu tomoniga ham qaraydigan bo'lsanglar, mana ozgina chiqib qolgan. Bularni biz to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi. Qanaqa qilib to'g'rilaymiz? Ikkita detalni bir-biriga qo'yamiz. Mana ikkita detalni bir xil qilib bir-biriga qo'yib olamiz. Bulavkalab olamiz. Bulavkalab olganimizdan so'ng endi mana bunaqa ortiqcha choklarimizni kesib tozalab olamiz. Uning uchun nima qilamiz? Uning uchun lekalni lineykani olamiz. Mana o'zimga qulay qilib qo'yib olaman. Mana ko'p emas.
ortiqcha qiymatlarni olib tozalab olamiz. Yaxshilab qo'yib, ana undan keyin kesamiz. Ehtiyot bo'lib kesamiz, chunki detalimiz juda ham kichkina. Gipyurdan mana kesib tozalab olamiz. Endi ustki va pastki poyezlarimizni birlashtirib tikib olamiz. Mana. Avvaliga yaxshilab bulavkalaymiz. Yonini yon chokiga, mana bu markazini markaz chokiga bulavkalab tikib olamiz. Tikayotganimizda albatta zigzag choki bilan tikib olamiz. Chokimizni mashinkada birlashtirib tayyorlab olganimizdan so'ng endi mana bu rezinkamizni tikishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu chokimizni ham rezinka bilan yopamiz, hamda mana bu chokimizni mustahkamlaymiz. Uning uchun nima qilamiz? Mana bu rezinkamiz cho'ziluvchan. Mana bu qiymatni o'lchab olamiz hamda 5 dan 10% gachasini olib tashlaymiz. Ana undan keyin biz buni tikib olamiz. Rezinkamizni kesib tayyorlab olganimizdan so'ng endi buni mana bu chokimizga tikishimiz uchun rezinkamizni to'rga bo'lib olamiz. Ya'ni mana belgilab olamiz to'rga bo'lib. Mana bu chokimizni ham 4 taga bo'lib olamiz. Bo'lib olamiz deganda tag'in kesib yubormaylik. Faqat 4 taga bo'lib mana bulavkalab tayyorlab olamiz. Ya'ni 4 ta tomonidan belgilaymiz. Tikayotgan vaqtimizda bir xil cho'zilishi uchun rezinkamiz. Yana belgilab oldim. Endi rezinkamizni o'nggi tomoni hamda teskari tomonini ko'rib olamiz. Mana bu tomoni o'nggi ekan, ya'ni usti. Mana bilib olaman. Endi rezinkamni men qanday tikaman? Rezinkamni o'nggi tomonini qo'yib olaman. Mana bu chokimni mana ag'daraman, qo'yaman. Shunaqangi qo'yamanki, mana bu rezinkam mana bu chokimni chekkasini yopish kerak bo'ladi. Mana rezinkamni shunday qo'yishim kerakki, rezinkamni cheti mana bu chokimni chetini yopish kerak bo'ladi. Mana shu ko'rinishda yopish kerak. Mana shu ko'rinishda yopish kerak bo'ladi. Qo'yamiz, mana belgilab qo'lda choklab tayyorlab olamiz. Rezinkamizni qo'lda choklab olganimizdan so'ng endi mashinkada zigzag choki bilan mahkamlab olamiz. Endi zigzag bilan tikib olamiz. Zigzagimiz o'rtacha maydalikda bo'lishi kerak va zigzagning bir tomoni mana bu yerda bo'lishi kerak, bir tomoni ichkarida. Bu tomonga o'tib ketish kerak emas. Mana bu joydan ipni chiqarib olamiz. Mana ko'rinib turibdi. Mana qarab turamiz. Ketish kerak emas. Qo'lchoqlarimizni tozalab, mana bu choqlarimizni tozalab olamiz. Ana undan keyin endi bu rezinkamizni mahkamlashimiz kerak bo'ladi. Endi uni uchun biz o'nggi tomonini o'giramiz mana. Ustidan tikishimiz kerak bo'ladi. Shunda ustidan tikkanimizda bizning chokimiz mana bu lentani ilishi kerak bo'ladi. Endi tikib olamiz. Mayda zigzag bilan tikamiz. Yordamlashib turamiz.
Agar ishga qiynaladigan bo'lsanglar, avvaliga qo'lda choqlab olinglar, ana undan keyin mashinkada shuni ustidan yurasizlar. Rezinkamizni ustidan tikib oldik. Mana bu orqa tomoni, bu oldi ko'rinishi. Endi mana bu chiziqlarimizni ham xuddi mana shu rezinkani qanday обработка qilgan bo'lsak, xuddi shunday o'lchamini o'lchaymiz. 5 emas 10% kamaytiramiz. Rezinkamizni ikki xil ketma-ketlikda tikib tayyorlab olamiz. Rezinkalarimizni tikib, mana обработка qilib tayyorlab oldik. Endi taqilmalarimizni tikamiz. Poyasimizni mana bu yuqori taqilmasini tikamiz. Uning uchun mana bu bretelniy lentani olamiz. Olamiz. Orqa o'rtachoqidan ichkariga 5-6 sm kirib, lentamizni qo'yib olamiz. Yana ham necha santimetrni aniq bilmoqchi bo'lsanglar, primerka jarayonida bu narsani tekshirishingiz to'g'ri keladi. Mana bu lentichkalarimni mana bu tesmalarimni ustiga qo'yaman. Agar tesma pastda bo'ladigan bo'lsa, demak pastgacha davom ettiramiz. Endi menda bo'lmagani uchun men mana shu joyiga qo'yib olaman. Qo'yaman. Mahkamlayman hamda mana bu joyini endi bu tomonga mahkamlashim kerak bo'ladi. Lekin bu yerda menda kalsiy qo'yishim kerak, ya'ni regulyator qo'yishim kerak bo'ladi. Shuning uchun mana bu chokdan 3-4 sm tepaga yuraman mana. Belgilayman mana. Mana bu ko'rinishda qo'yishim kerak bo'ladi mana. Regulyatorni ichiga kirgizamiz mana. Kalsiyimizni kirgizamiz hamda mana bu ko'rinishda bo'lish kerak bo'ladi mana. Qo'yib olamiz mana. Qo'yayotgan vaqtimizda ko'rishingiz mumkin mana. Mana bu lentichkamiz chiqib tursa ham bo'ladi, chiqmasa ham bo'ladi. Mana bu ko'rinishda ham bo'lishi mumkin mana. Kimga qanaqa? Men ozgina chiqib turganini yaxshi ko'raman. Mana men bu kalsiyim menda ozgina kattaroq mana. O'zini sal kichkinarog'ini qo'ysanglar yana ham yaxshi. Menda sal kattaroq. Demak mana chiqardim 0,5-0,7 sm. Buni men bulavkalayman. Chokimni ichkariga kirgizaman mana. Chetini ichkariga kirgizaman. Bulavkalab olaman mana. Ikkinchi tomonini ham xuddi shunaqa qilib qotirib olaman. Endi zigzag yoki to'g'ri chokda mahkamlaymiz. Men bulavkamni olaman. Ehtiyot bo'lamiz. Chunki chokimiz qalin bo'lib ketadigan bo'lsa, yana sinishi mumkin. Mana tikib oldim. Endi mana bu yuqori qismini ham mahkamlaymiz. Mana. Bu yerda 2 qavat lentamiz. Yordamlashib turamiz ozgina. Kalsiylarimizni qo'yib oldik. Poyasimizga hamda mana bu yelka joyimizga qo'yib oldik mana. Men o'zini ingichka bo'lgani uchun o'zini kalsiyning ichiga kirgizib, mana qayirib zigzag bilan tikib qo'ydim. Tikayotgan vaqtingizda qizlar ehtiyot bo'linglar, chunki bu juda ham qalin, sekin-sekinlik bilan tikishingiz kerak bo'ladi. Xoh zigzag bilan, xoh to'g'ri chok bilan yaxshilab mahkamlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xohlasanglar mana bu ko'rinishda qilishingiz ham mumkin. Bu o'zingizlarning xohishingizga havola. Endi bretel lentalarimizni tayyorlab olamiz. Lentamizni 30 sm dan kam bo'lmasligi kerak uzunligi. O'zingizlarning razmeringizga qaraysizlar, chunki andozangizda orqada o'lchaminglar bor. Mana shu o'lchamga 10-12 sm qo'shib olasizlar. Hamda mana bu bretelni o'ngi tomonidan o'tkazamiz. Hali lentalarimizning chekkasi hech narsa bo'lmagan, обработка qilinmagan, mana ochiq turibdi. Olamiz va buni mahkamlaymiz mana. Iloji boricha qattiqroq mahkamlashimiz kerak, o'ynab qolish kerak emas mana.
mahkamlab tayyorlab olamiz. Ya'ni mashinkada to'g'ri chok yordamida tikib olamiz. Regulyatorimiz o'ynab qolish kerak emas. Mana men hozir ozgina masofa tashlab tikkandim, o'ynab qoldi. Demak, biz buni iloji boricha taqab tikishimiz kerak bo'ladi. Mana qancha taqab tiksanglar, shuncha yaxshi. Faqat xalaqit berish kerak emas. Mana mahkamlab olamiz. Rezinkamizni mana bir tomoni ochiq turibdi, bir tomonida tikilgan. Mana bu o'ngi tomoni. Demak, o'ngi tomoni, mana lentani o'ngi tomonini olamiz. Mana bu tomondan qirg'izamiz. Mana hamda mana bu ko'rinishda qo'yib olamiz. Mana va mana bu oldi tomoniga qirg'izib mashinka bilan qotirib qo'yamiz lentamizni. Biz taqilmalarimizni birin-ketin mana o'rnatib olamiz. Shuni orasida mana bu yon chokimiz bizda ochiq turibdi. Endi biz buni yopishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun nima qilamiz? Uning uchun mana bu chokimizni tozalab olamiz. Juda ham qalin bo'lib ketish kerak emas mana. Chokimizni tozalab olishimiz kerak bo'ladi mana. Men tozaladim. Tozalaganimdan keyin qo'yib ko'raman. Mana qo'yaman. Endi birinchi pastidan zigzag bilan mayda qilib mahkamlayman. Mana menda past tomonida gipyurni fistoni bor. Mana demak, yoki fistondan yoki bo'lmasa men yuqoriga ko'tarishim kerak bo'ladi. Kelinglar, undan ko'ra men fistondan qotirganim yaxshiroq. Mana fistondan qo'yib qotiraman zigzag bilan. Ana undan keyin ikkita tomonidan to'g'ri chok bilan tikib ko'sichkamni qirg'izib olaman. Mana tunnelni lentamni mana pastga poyasimga mana orqa tomonidan chokimni yopaman. Sizlar albatta qo'lda choklab keyin qilinglar. Endi men birdaniga mashinkada yuribman. Avvaliga zigzag bilan mana mahkamlab olaman. Mayda zigzag bilan. Yordamlashib turamiz. Yordamlashib turamiz. Ana endi biz ikkita yonini to'g'ri chok bilan tikib olamiz. Mana. Va bu tunnelni lentaga siz ko'sichka tikishingiz ham shart emas. Va bu tunnelni lentani ichiga ko'sichka qirg'izsangiz ham bo'ladi, qirg'izmasangiz ham bo'ladi. Agar ko'sichka qirg'izmaydigan bo'lsangiz, mana shu yerni o'zida bu chokimizni yana zigzag bilan обработка qilib, ikkita yonini to'g'ri chok bilan tikib qo'yamiz. Endi kurchoklarimizni tikamiz. Mana bu chap tomonim, chap tomonimda menda petlalarim bo'ladi, o'ng tomonimda kurchok bo'ladi. Demak, chap tomonimga petlasini tikishim kerak bo'ladi. O'ng tomonimga kurchogimni tikaman. Qo'yaman. Bu metrajniy petla, mana bu joyi ochiq. Demak, buni qirg'izaman. Tikayotgan vaqtingizda albatta petlalariga e'tibor beringlar. Petla bo'lishi kerak. Bo'lishi shart. Yurg'izamiz ozgina. Mana bu ichiga kirish kerak. Mana pistonlarimiz taqilmani ichiga kirish kerak. Mana bu choklarimni olib tashlayman mana. Mana shu ko'rinishda kirish kerak bo'ladi mana. Xo'p, demak men ozgina yuraman mana. Qo'yib olaman, tekshiraman mana. Qo'yib, qo'lda choklab olaman. Petlasini tikib, qo'lda mahkamlab oldim mana. Qo'lda choklanib turibdi, orqa tarafdan ko'rinishi. Endi mana bu o'ng tomonini ham kurchokini tikib olaman. Qanday tikib oldim mana? Bu mana bunaqa ochiq holatda edi. Yopaman, qo'lda choklab olaman, orasiga olaman. Tikayotgan vaqtimda albatta mana bu kurchoklarim bir xil turishi kerak mana. Bir xil joyda bo'lishi kerak bo'ladi mana. Nazorat qilaman.
qo'lda choqlab, ana undan keyin mashinkada zigzag choqi bilan tikib olaman. Mana bu uzunliklarim kesib to'g'irlab olaman. Tayyorlab bo'lganimizdan so'ng endi yengilgina dazmol beramiz. O'zi tikish jarayonida biz har bitta choklarimizga dazmol berishimiz kerak bo'ladi. Yengilgina, chunki meni materialim gipyur, bu trikotajga asosan u darajada qattiq ezib dazmol qilinmaydi, lekin tikish jarayonida mana bu rezinkalarimizni silliqlash uchun dazmol qilish kerak bo'ladi. Mana endi jarayonda bajardim, lekin sizlarga bu narsa ko'rinmadi. Hozir mana qisqacha ko'rsatib beraman. Menda gipyur, dazmolim kuymasligi uchun ehtiyot bo'laman. Mana qanday chit mato bo'lsa ham bo'ladi buni. Yengil, ko'p emas. Mana tekshiramiz. Mana bu joylariga ham dazmollab qotirib olamiz. Ya'ni eng oxirida bitta yengilgina dazmol bilan ishlov berishimiz kerak bo'ladi. Mana yengil. Chunki matoyimiz cho'ziluvchan. Mana bralет ichki kiyimimiz ham tayyor bo'ldi. Albatta siz ham mana shu ketma-ketlikda tikib ko'ring.